Koreyaning Seul shahrida yashayapman, lekin gazda suv isitib yuvinishimni hazm qila olmayapman. Men Koreyada studentlik paytimda yerto'ladagi uyda yashaganman. Bugun xuddi o'sha uyni sizlarga ko'rsatgani ketyapman. Suvni tejash uchun quruq sochimizga yaxshilab shampunda surtib olamiz. Shampunni uzatib olinglar. Rahmat. Xuddi shuni qilib quruq sochimizga surtib olganimizdan keyin atiga bir krushka suvni quyib olsak, juda ham zo'r ko'piklab ketadi. Menga o'xshab uyda issiq suv chiqmayotganlar uchun life hack. Men shampunda sochimni yuvib tashlaganimdan keyin orqasidan balzam surtashim kerak. Balzamni uzatib olinglar. Rahmat, yaxshilab surtab chiqamiz. Hozir men bitta penkani sinovimdan o'tkazyapman. Agarda bizni sinovimizdan o'tsa, xudo xohlasa sotuvga qo'yamiz. Men uni qaranglar cho'zilishini, bunaqa penkalarni faqat internetda ko'rgandim. Yuzingizdagi teshikcha po'ralarni ich-ichiga kirib tozalab qo'yar ekan. Hozircha menga bu penkani juda ham yoqqan tarafi, bu penkada yuzingizni yuvib tashlaganingizdan keyin yuzingiz quruqshlab ketmas ekan, namlantirib qo'yar ekan. Yana ozgina sinovimdan o'tkazib, albatta sizlar bilan ham bo'lishaman. Yuzimga namlantiruvchi kremni surtab bo'lganimdan keyin tonapli SPF yaxshilab surtab oldim va orqasidan SPF li kushonni surtab oldim. Hozir sizlarga do'yi poslesini ko'rsataman. Bu kushon surtalmagan yuzim, bu esa kushon surtalgan yuzim. Qaranglar farqini. Lovin brendidan bu kushonni hattoki koreylar ham juda ham mazza qilib ishlatishadi. Montajni jazor eplavormayman, xullas ko'rdinglar farqini qanaqa kattaligini. Har doim aytasizlar, "Nara yuzingiz yaltirab turibdi" deb. Hammasi shu kushon sababli. Ushbu SPF li kushonni Telegram kanalimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bugungi obrazim esa kostyum bilan shortikcha. Qalay yarashibdimi? Rangi ham juda ham nejniy ekan. Bu kostyum shortigim bitta set nabor bo'lgani bilan razmeri har xil. Ya'ni kostyumimni sal kichkinaroq razmerda oldim, shortigimni esa sal kattaroq. Xullas, men o'qigan Sejong universitetiga ham yetib kelib oldim. Ko'chada o'zbek studentni ko'rsam so'rashaman deb o'ylab turgandim, lekin afsuski o'zbek studentni umuman ko'rmadim. Bu esa men studentlik paytimda yashagan uy. Bu yerdan to'g'ri kirilsa, chap tomondagi yerto'ladagi uyda 4-5 yillab yashaganman. Lekin juda ham qo'rqinchli uy bo'lgan, chunki hattoki kunduzi ham xonalari qorong'u turar edi. Hozir esa bu uyda boshqasi yashayapti ekan, hattoki kirlarini ham yoyib qo'yibdilar. Bu bino bitta odamga qarashli bo'lib, ikkinchi etajida shu uyning egasi yashar edi.